doim so'raydi, bizda qanaqa chet elga borib qildirsamchi operatsiyalar deydi-da. O'sha holatdagi bir yaqinda bo'lgan realni voqeani aytib bermoqchiman. Chet eldan kelgan doktorlarimiz bor, bizda har oyda keladi. Master-klasslar o'tadi, bir-birimizga opitlar almashamiz va shularning ichida bir doktorimiz xursand bo'lib gapiryapti menga. 2 ta operatsiya qildim deyapti. Angiofibromaning 2 ta operatsiyasini qildim deyapti. Zo'r bo'ldi deyapti. Ikkosini ham snimkalarini ko'rdim. Endi biz tilimizda birinchi bosqich angiofibromalar deymiz. O'zimizni yaqinimiz, o'rtog'imiz shu 2 ta angiofibroma qilganiga xursand bo'lib gapiryapti. Bu angiofibroma xudo xolasa bizda 100 tadan oshdi. Aytmadimki, bizda 100 tadan oshdi, ko'rib qo'y bizning operatsiyalarimizni demadimda, ha deb eshitib qo'ydik. Lekin atrofdagi bizani ko'p angiofibroма shunaqa og'ir o'smalarni ko'p qilayotganimizni ko'rgan doktorlar kulib qo'yapti u gapirayotganda. Xursand bo'lib 2 ta operatsiya qildim deganda menga qarab kulib qo'yapti.